Bir yil oldin kichkina edi. Quloq solmadi. Bu birinchi bo'lagi bor, ikkinchi bo'lagi. Mana shu. Bunday qilib qo'ysa, ikkita bo'lak. Bu chap, mana u. Shu darajagacha yurgan davolar. Yuqorida ko'rgan videoroligingiz bu tuguli buqoqning operatsiya jarayoni. Ya'ni tuguli buqoqning operativ yo'l bilan davolash jarayoni. Bunda tuguli buqoq haddan ziyod katta bo'lib ketgan. Ya'ni bunda bemor davolanishda orqaga surgan va shu hajmgacha yetib kelgan. Buning sabab va oqibatlariga to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz biznes kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan tuguli buqoq haqida gaplashamiz. Tuguli buqoq bu nima? Tuguli buqoq bu qalqonsimon bezda bir yoki bir nechta tugullar, o'smaga o'xshash qon tomir yoki hujayralar to'plami paydo bo'lishi. Bu tugullar yaxshi yoki yomon sifatli bo'lishi mumkin. Yaxshi sifatlari operativ davolanganda o'zida asorat bermaydi. Yomon sifatlari bu o'smalar bo'lishi mumkin. Hozir sizlar bilan buni sabab va oqibatlariga to'xtalib o'tamiz. Qani ket. Sabablari. Tuguli buqoq quyidagi omillar sabab bo'ladi. Yod yetishmasligi, ovqatda yoki suvda yod kamligi. Irsiy omillar ota-onada bo'lsa, ehtimol yuqori bo'ladi. Gormonal o'zgarishlar, ayniqsa ayollarda homiladorlik va menopauza davrida stress va immun tizimi zaifligi, radioaktiv nurlanish yoki boshqa tashqi ta'sirlar. Belgilari, ya'ni alomatlar. Bo'yinda shish yoki tugun sezilishi, yutganda yoki nafas olganda qiyinlik, yurak tez urishi, bezovtalik, ortiqcha terlash, vazn yo'qotish, giperfunksiyada yoki aksincha holsizlik, sovuqqa toqatsizlik, gipofunksiyada. Oqibatlari, asoratlari. Agar o'z vaqtida davolanmasa, gullar kattalashib, bo'yinda bosim paydo qiladi. Qalqonsimon bez funksiyasini buzadi. Gormonal nomutanosiblikka olib keladi. Yomon xulqli o'smaga, saratonga aylanish ehtimoli oshadi. Davolash usullari. Davolash usuli tugunning hajmi, turi va bez faoliyatiga qarab belgilanadi. Yod preparatlari. Agar yod yetishmasligidan bo'lsa, gormonal terapiya, gipo yoki giperfunksiyada. Funksiya biopsiya. Tugun tabiati aniqlanadi. Radio yod terapiyasi. Yod izotoplari bilan tugun kichraytirish, jarrohlik amaliyot. Katta yoki shubhali tugun bo'lsa, olib tashlanadi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tekshiruvlar va endokrinolog ko'rsatmasi bilan operativ yo'l bilan bartaraf qilinishi kerak bo'lgan tuguli buqoqlarni vaqtida operativ bartaraf qilgan ma'qul. Sababi bu yomon sifatli o'smalarga olib kelishi mumkin. Sizga bu borada yaqindan yordam beradigan malakali jarrohimiz Turdimatov Farhodjon Odiljonovichga murojaat qilishingiz mumkin. Quyidagi raqamlar orqali bog'laning va tegishli maslahatlarni oling. Bizni kuzatishda davom eting. Bundanda qiziq ma'lumotlar alohida. Xayr, salomat. Bizga obuna bo'lishni unutmang.